Assalomu alaykum barchaga. Men bugun sizlarga uzumga, ko'k navda ulagandim. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana natijalarda. Mana ko'klayapti. Avatar ulagandim. Mana bunisi ham ko'klabdi. Mana kamroq ketgan. Mana bunisi chiroyli bo'lib ketgan. Mana zo'r bo'lib, mana ulama yaxshi ulangan. Bunisi ham mana yurib olgan, yaxshi ketaver. Anetta ham ulaganmiz. Sekinroq ketyapti, lekin ko'klayapti. Chunki buni nimasi zaifroq ekan tagi. Lekin ketyapti, yomon emas. Yuraveradi. Bunisi ham shunday. Mana ko'klabdi. Bu ham jadallashib ketadi. Uzumlarga kelsa, uzumlar mana guldan tushyapti. Uzumni boshini qarasalar, Husayni mana ketishlari yaxshi. Mana shu yerda nomi kindik degan uzumimiz bor. Mana hozir gullayib turgan için tekkanim yo'q. Mana kindik degan uzumimiz bor. Mana bu ham gullayapti. Mana baholasa buni ham ko'rsatib boraman. Bu ham yaxshi. Yaxshi uzum ekan. Mana yerda bo'lsa Rizamat ota uzumlarimiz, mana boshlari ham katta bo'lgan Rizamat otamiz. Yaxshi, bu ham ketuvlari. Mana bitta F1 uzumimiz bor. Mana boshlari ham katta bo'lgan. Xomteni endi boshlaymiz. Mana guldan tushib olsa inshaalloh bunga dorisini sochamiz. Chang shu kasalliklarga qarshi sochamiz. Mana katta qo'lim bo'ladigan bo'lsa, mana qancha katta bu ko'rinadi. Mana F1. Bilmadim necha santimetr ekan. Mana u ham xuddi shunaqa uzun bo'lgan. Mana rosa yerdan boshlab katta bo'lgan. Mana F1 uzumimiz. F1. Bitta hozir sizlarga Mersni ko'rsataman. Mers uzumlarimiz ham mana qarichimdan kattaroq bo'lgan. Mers ham yaxshi bo'lgan. Mana buni ham hozircha mo'rtroq nimasi to'kilsa daqillar. Bitta Husayn uzumimiz ham juda ketibdi, bu qaranglar. Voy 40 santimetrlarga 10 yilda bo'libdi. Xudo barakasini bersin. Endi men sizlarga bitta Rizamat ota, mana Rizamat ota ham cho'zilib ketgan. Voy. Endi hozir taymay turamiz. Keyin bu temirlardan tushiramiz. Boshqa qilib xomtey qilishlarni ham sizlarga ko'rsatib boraman. Xudo Alloh barakasini bersin. Ama juda boshqacha bo'libdi bu Rizamat. Voy. Allohga shukr. Salomat bo'linglar. Yana yangiliklar bo'lsa ko'rsataman sizlarga. Mana bahri o'ynar Rizamat otadan.